ishini zo'r bilsa, boshqa din vakili bo'lsa ham olaman der ekan. Demak, xodim olishda plan fakt bilan olish kerak. O'sha Rossiyadan keyin aytishinglar bizni bilasizmi? Bir 30 ming dollarga bizni qutqardi. 2 ming dollar oylik berdim. Menga bir oy davomida polni analizimni qilib, hisob kitobimni qilib berdi. Prosta copy paste qildi mana. Azonni shuni kaprovka qildi, qo'ydi. Xodim olishda nimalarga e'tibor berish kerak o'zi? Zo'r savol. Men xodim olishda oldinlari faqat diniga e'tibor berardim. Meni tushuncham bo'yicha u musulmon bo'lish kerak. Musulmon bo'lsa to'g'ri bo'ladi degan fikr bo'lar edi. Keyinchalik mировой kompaniyalar o'rganishni boshladim. Ya'ni xalqaro kompaniyalar o'rganishni boshlasam, bularda har xil millat, har xil din vakillarini olar ekan. Qarang, kichik kompaniyalar bu faqatgina menga deydi, bitta millat bo'lsin, menga faqatgina musulmonlar bo'lsin desa, katta mировой kompaniyalar unday olmas ekanda. Ular aytar ekan, menga gap muhim, dini muhim, lekin agar bu mutaxassis bo'lsa, ishini zo'r bilsa, boshqa din vakili bo'lsa ham olaman der ekan. Bu nima degani? Mana uzoqqa bormaylik, o'zimiz Xitoyda 1% ham musulmon yo'q. Qarang, 1% ham yo'q. 0,5% ekan. 1% ham emas. Kirib kelayotgan tovarlar asosiysi Xitoymi? Mana men realni gaplashaylik, Xitoymi? Mana bular ham Xitoyda qilinyaptimi hozir? Bular ruxsati bilan? Всё, xuddi shunaqa. Demak, ishda, biznesda noto'g'ri deb o'ylamayman mutaxassisni ishlatishni. U rus bo'lsin, Xitoy bo'lsin, hindu bo'lsin, farqi yo'q. O'zimni hozir yordamchim bor, hindu, Indiya masalanda. Lekin u hozir musulmon, lekin musulmon bo'lmagan taqdirda ham mutaxassis bo'lganda olgan bo'lardim men. Sababi u ish bu. Ish boshqa, din boshqa, millat boshqa. Masalan, men hamkorlarim bor Moskvada. Moskvada hamkorlarim bor, Synergy. Boraman, mana 20 ta tosh kompaniyasi bor. Men kirganimda polni millatlar aroda. Negra, Moshetta, Germaniya, Fransuz, hammasi o'sha yerda. Normalni ishlayapti, bir chiroylik. Hamma millat ellatlar yig'ilgan plan fakt. Biznesda xodim olishda men uni qiladigan ishiga qarab olaman. Ya'ni konkretni kelsa aytaman, hurmatli do'stim, mana ish, mana vazifalaring. O'qib chiq, qila olasanmi yo'qmi? Всё, o'qib chiqsin. Всё, qila olaman desa, всё, qila olsang, mana shuncha oylik beraman. Shu oylikga men bu planni qilsang, shunchasini olasan. 50% bajarsang, shunchasini olasan. 30% bajarsang, yo shuncha olasan, yo ketasan deb aniq kelishib olaman. Demak, xodim olishda plan fakt bilan olish kerak. Boshqa narsaga e'tibor berish ozgina xato. Agar u ham dini to'g'ri kelsa, ham bilimi to'g'ri kelsa, tajribasi to'g'ri kelsa gap yo'q. Lekin bilimi zo'r bo'lsa-yu, boshqa narsa zo'r bo'lsa-yu, tam o'zbek bo'lmasa, men olaveraman. Boshqa millat bo'lsa ham olaveraman. Men unga e'tibor bermayman. Chunki u begona millat, begona din. Bizni dinimiz uchun ishlasin, bizni millatimiz uchun ishlasin. Kesinda davlatimizga rivojiga hissa qo'shsin, dinimiz rivojiga hissa qo'shsin. Ishlatsin. Mana Dubayda dunyodagi nomer 1 eng baland bino. Eng baland bino. Proyektini kim qilgan? Musulmon emas. Yo, fakt bu. Bu fakt bu. Yoki mana haliginda Madinada haligini Ka'baning tepasida soat turibdi. Proyektini arablar qilmagan. To'g'ri, arablar qilmagan u proyektni. Men polni tarixiga o'qib chiqdim, soat tepasiga chiqib keldim. Ho. Eng dunyoda eng katta soat o'sha. Shuning uchun men aytaman, gap millatda emas. Gap mutaxassisning o'zida. O'zimizga mana Rossiyadan aytishinglar kelganda ishlatdik. O'sha Rossiyadan keyin aytishinglar bizni bilasizmi? Bir 30 ming dollarga bizni qutqardi. Chunki tayyor IT kompaniya ochmoqchi edim. Tayyor pul tikaman degan joyim kelib qoldi. Aytdi, menga 2 ming dollar berasan ishlayman dedi. Bizni bolalar u yoqqa boradi, 300 dollarga ishlaydi-ya. Ular keldi, haligi qochgan payti, Ukrainani urushgan payti. Bu yoqqa keldi, menga 2 ming dollar berasan dedi.
Aytdim, nima uchun senga beraman desam, men bu narsani bilaman, men bu narsani qilaman dedi. Shu qilsang beraman dedim. $2000 oylik berdim. Menga 1 oy davomida polni analizimni qilib, hisob kitobimni qilib berdi. Shu kompaniyani ochishim kerakmi, kerak emasmi? Men hisob kitoblar ko'rdim, tushundim, qo'l ko'tardim, shu ochaman dedim, yopib yubordimki. Agar ochgan bo'lganimda 30 mingga minus kirardim. Ujub menga analizimni oldindan chiqarib berdi-da. Demak, muhim odamlar, mutaxassislar ishlatish kerak. Uzoqqa bormaylik, uzum. Zo'r rivojlanib ketyapti. Asosiy kadrlar Rossiyadan kelgan. Просто copy paste qildi mana. Azonni shuni kaprovka qildi, qo'ydi. Chotki ishlayapti. Azonni shunda oldi, kaprovka qildi, qo'ydi. Copy paste. Qaysidir joyni rivojlantirdi, qo'shib yubordi. Bo'ldi. O'zlar yaratmadik hech narsa. Demak, xodimni bilim darajasiga qarab ishga olsa, menimcha to'g'ri bo'ladi. Joningiz omon bo'lsin.